Shunday anam o'ziga tushsam o'zgarishlar bor ekan. Nima o'zgaribdi opa? 4 millimetrga kichinayaptir buyrak. Nima, buyrakda suvmi? Suv. Uni qarang opa. Qani men oxirgisi bilan Voy, mana eskisini mana berdim. u eskisi tushib kelgandagi mana siz jonga tushdim. Bu yangisi, mana buni o'tgan eskisi. safargisi. Hop, qani solishtiramiz, yaxshi. Mana gidronefroz 2-stadiyadan 1ga tushibdi-da hozir. 1ga tushibdi xudo xohlasa. Yaxshimi opa endi? Nima o'zgarish? O'zingizda sezdingiz, mayli bu. Chachim unda ko'zim mutniy ko'radi. Ha. Xira demoqchimisiz? Ko'z. Mutniy degani xiraroq degani, to'g'rimi? Mutniy degani, bunday tunliq emas. Ha. O'sha plyusga qarab yuryaptimi yo o'shanda turibdi deyapsizmi? Yo'q, yaxshi. Yaxshilanyapti. Shu surilib yotadi. Aha. Yana Chachim tushib ozaydi, ana qora chachlar chiqib boshladi. u sochingiz to'kilayapti, to'xtadi. Bicha bor, men to'xtadi. Aha. 70% ga to'xtadi. Aha. Qorayaptimi sochingiz opa? Chachim qararib, u stressdan og'rib ketdi-da, qarardi. Endi siz stress deysiz opa, men o'tgan safar tushuntirdim. U boshqa narsadan-ku. İçim kelishi yaxshi. Ha, ichingiz qotarida opa. Ana boshida shaldirab qiynaldim. Ha, ko'p ketib qoldi boshida. To'g'rimi? Yo'q, yaxshilab. Nima, shaldirab degani 3-4 marta ketib qoldi. Ha, bo'shashib qolib. Keyin Ana yaxshi bo'lib boshladim. aha. Biroq grelkani vovремя qo'yib berishdim-da. Vovремя qo'ymaganingizda ham shunchalik o'zgaribdi opa. Endi yaxshiroq e'tibor bering opa, tezroq qutulasiz ekanda. Qarang, taningiz moylagan, tez yaxshi bo'lishga. Yana ham davom ettirish kerak. Qarang, gidronefrozni ham operatsiya deganmidi opa? Operatsiya qildim. O'zgarish bo'ldi. Ha, qilgizib ham kelib ham o'zgarmadi gidronefroz. Ha, bo'ldi. Esladim opa. Ikkinchi bo'yragim ham qo'shilib borib qolgan ekan, hozir ikkinchi bo'yragimda только tuz qolibdir. Tuz qolibdi xolos. Juda zo'r. Juda yaxshi. Yaxshi bo'lib qolibdir. Ana tunda tualetga 2 marta boradim. Aha. Hozir bormay qoldim tuni. Ishga Kechqurun peshobga chiqardingiz, chiqmay qoldi shu. Siygani. Ha, juda Chiqmay zo'r. qoldim hozir. Aha. Ana siydigim mushalayib qiladi o'sha bunday. Riski siygim kelib chiqib ketadi. O'sha narsa bor. Operatsiya. O'sha narsa yo'q. Yo'q bo'ldimi o'sha narsa? Peshob tutolmay qolishlik yo'q bo'lib qoldi. Juda yaxshi opa. Nima qildingiz opa? Siz aytganingiz-da. Yaxshi. Non yeyishdan. Yemayapsiz. Keyingisi ichingiz qotardi-ku opa. Shunga men birinchi oyga men o'zi niyatim shu edi o'zi. Eslasangiz, buyragingizga umuman teginmayman hali. Ichingizni tozalay, o'tingizni tozalay, jigaringizni yurgizaylik qani. Bular o'zi yaxshi bo'lib qolsa zo'r. Bo'lmasam yordam qilamiz deb aytganman sizga. Eslaysiz buni. Shuni so'rab olay demoqchiman. Ichingiz oldin 2 kun, 3 kunda kelardi. To'g'rimi? Adashmayapman. 3-4 kun, 1 hafta bo'lib ketadi. 1 hafta ham bo'lib ketadi. Hozir 1 kunda kelyaptimi? Kunda keladi. Necha marta? 2 marta, 1 marta. Ha. Duyash qilgan kunim 2-3 marta. 2-3 marta keladi. Zo'r. Menga 2 marta kelsin har kuni. Ana shunda oldinga qarab tez yuramiz. Juda zo'r. Qorin dam bo'lishi. Nima bo'ldi? Qorin dam bo'lishi. Ko'p nima ichim bosroqda-yu, shunday bo'ladi, shuni oz kamaydi. Zo'r. 80% keladi. 80% kamaydi qorindan bo'lish. Zo'r. Un qo'rg'anday tiqilib og'rirmidi-yu buni? O'rmay qoldi. Og'rimay qoldi. Og'rirdi. Moya shet mo'rotda divandan bu. Qo'rg'on bilan orqaga qarab berib turdi. Ham bo'ldi, yaxshi. Keyingisi yana. Asab qanday? Asab yaxshi. Asab yaxshi. Ham to'xtab qoldim. Sezmayapsizmi endi ishni gapini? Yo'q. Qo'shnilarni ko'rsam ham jinga kelaveradi, mol baylaydi. Voy, ahmiyat berib qoldim. Ro'za tutasizmi opa? Tutmadim. Tutasizmi? Hozir aytsam. Mayli. Biroq bolam kichkinada, hali bolalar maydadagi uxtab qolib, iloq. Voy, qarang, bola desangiz emizmayapsiz ekan-ku, bolani. Demoqchiman, bolaga aloqangiz yo'q-ku demoqchiman hozir. Bemalol tuting, sizga foyda demoqchiman-da hozir. Mayli. Ko'ring, misol ertadan unda xolos niyat qilaylik. Endi 1 yilda 1 marta keladi opa. Savobini ham olmay, ham sizga foyda shu. Hozir shundoq ham o'zi misol 2 mahal ovqat yeyapsizmi? Ertalab obedda, to'g'rimi? Yo'q, sahar kasha,
Shunday bo'ladi. Ertalab obed, keyin sal obeddan nima bo'ladi? O'shani biz ertalab kechga qilib qo'yamiz-da. Saharlik, iftorlik bo'lib qoladi, chiroyli qilib. Mayli ertaga bitta tutib ko'ring qani, taningizni ko'ramiz. Kelishdikmi? Demoqchimanki, sizni taningiz hozir ro'zaga ko'rsatma bor-da. Sabab yo'q hozir ro'zani atmay qilishga sizda. Tushunyapsiz-a? O'shaning uchun tutib ko'ring qani. Yaxshi zo'r ketaversa tutasiz. Naborat buyraklar ochlikni yaxshi ko'radi, jigar bilan birga. Tushundingizmi? Zo'r opa, juda zo'r. Endi men hozir mana bu narsani juda zo'r yozgan ekanmiz-da. Mana nazarchilarni. Mana shunday davom ettirasiz opa. Maylimi? Shuni buzgim kelmayapti, zo'r effekt beryapti. Shunday qolsin. Yuvashni o'rgataman opa hozir. Kunora qilasiz. Soatini yozib beraman. 9 da qilasiz. Har kuni kechqurun 21:00 da qilasiz. Tushundiram, qolgani juda zo'r turibdi. Ana shunday davom ettiramiz. Mana des opa, Alloh xayrlasin davom.